Spark mashinalarida 95 benzin quyasizmi yoki metanmi, propanmi zo'rligirovka qildirsangiz ham mashinangiz yaxshi tortmasdan, skorostlarga qattiq tushadigan bo'lib qoladi-yu. Bu muammo nimadan? Videoni oxirigacha ko'rib turing va videoga bitta like bosib turing. Aynan bu muammo nimadanligini sizga to'liq ma'lumot bilan aytib o'taman. Boshida aytib o'tgan muammoning asosiy sabablari mana shu qo'limda ko'rib turgan detallaring, ya'ni korzinka, diska peredo. Aynan bular ketib qolib, mashina skorostiga qattiq tushib, yaxshi tortmasdan dimiqib, har xil muammo ko'rsatadi. Arqamda ko'rib turgan Spark boshlaringda ham xuddi shu holat bo'lib qolgan. Yechganimizda diska peredolarda umuman silliq bo'lib tishlari qolmagan. Biz bunga original Valeo firmani diska peredosidan qo'yib beryapmiz. Buni qalinligi ham qalin bo'ladi va tishlari ham qalin bo'ladi va bu narsa uzoq vaqt xizmat qiladi. Sizni ham mashinangizda aynan korobkangizda muammo bo'layotib turgan bo'lsa, kommentariyda aniq qilib yozsangiz, o'sha muammoni to'liq ma'lumotini beramiz. Servisga kelsangiz yoki bizdan uzoqroqda bo'lsangiz, xohlagan ustingizda bemalol remont qildirib olishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni Spark'ga bor tanishlaringga jo'natib qo'yinglar va albatta bizning profilga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar.